Qulvoqqa belgi silib xanjar izlash. Mana topdim. Asla top endi yo'q bo'ldi. Hech qisi yo'q. Top bu yerdan chiqib ketdi. Chuqum yana mush yo'l bilan qaytib keladi. Sen qulvoqqa belgi silib xanjar izlash degan hikoyadagi odamdek gap qilding, Jumo. Ha, nada xanjar bor ekan? Qani, men sana xanjar bor demadim. Bu degan bir turaqlik ibora. Sen yana bir eskish qilay demsan, gap qila. Yo'q, undaq emas. Amsi bu xanjarni ilib nima qilasan? Men ishlay degandim. Nega berib ishlaysan? Sirtda adresi bor ekan, ko'rib boqay. Xizmatchi taklif qilamiz. Bir nafar omonlik saqlovchi. Adresi Bali daryosining o'qitida. Bu xizmat menga toza emas kerak. Ha, mehmon, qani marhamat. Bali daryosining o'qitiga necha pul qapirsiz? Bastar kumush. Qimmat emasga. Hey, Enem, bu yerga nima qilib borasiz? ishligili. Nima ish qilasiz? Omonlik saqlovchi. Qarang ha. Hey. 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 Mening xanjirim. Men so'zishni bilmayman. Suvga tushib kelyapman. Qutqizib oling. Asta, mening xanjirim. Amal topdi. Nima qilyapsiz? Mening xanjirim mushada suvga tushib ketdi. Qirg'oqqa yetib borgandan keyin men yana mushadan sakrab tushib, xanjirimni suzib chiqaman. Enem, keldik. Bu daryoning suvi bakli bulg'unib ketibdi. Ha, topdim. Men nima degan aqlli? Men rostla aqlli ekanman. Bu sizning xanjaringiz emas. Buni amonlik saqlash xizmatiga qabul qilinmaganlar mushaga tashlab etgan. Qarmamsiz, bu sizning xanjaringizga o'xshamaydi. Ey, amisi mening xanjirim qani? Baya bizning ko'ygunimiz qulvoqqa belgi silib, xanjar izlash degan hikoya bo'lib, u do'g'imichilikda ching turib oladigan, bilimni jonliq qo'llanishni bilmaydigan kishilarga misol qilingan. Chunki shay'lar har vaqt o'zgarib turadi emasmi? Qaraganda bu yigit amonlik saqlovchi bo'lamog'idek. Amaliyotda yerga xizmat taklif qilish e'lonini men chaplagan.